O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 12 maydagi 239-sonli qarori ijrosini ta'minlash hamda ayollar daftari tizimini samarali yuritish yuzasidan Oqoltin tumanida o'quv-amaliy seminari tashkil etildi. Seminarda tuman hokimligi, oila va xotin-qizlar bo'limi, mahalla yettiligi, tegishli tashkilotlar mas'ullari hamda xotin-qizlar bilan ishlash yo'nalishida faoliyat olib borilayotgan mutaxassislar ishtirok etdi. Tadbir davomida 239-son qarori bilan ayollar daftari tizimiga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarning mazmun mohiyati atroflicha tushuntirildi. Xususan, xotin-qizlarning muammolarini aniqlash, ularni ijtimoiy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlash, bandligini ta'minlash, tadbirkorlik faoliyatiga jalb etish hamda huquqiy, tibbiy va psixologik yordam ko'rsatish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Seminar nazariy ma'ruzalar bilan cheklanib qolmay, amaliy mashg'ulotlarga boy tarzda tashkil etildi. Ishtirokchilar uchun psixologik treningni o'tkazib, stressni boshqarish, oilada sog'lom muhitni shakllantirish va shaxsiy rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar berildi. Shuningdek, to'g'ri ovqatlanish va sog'lom turmush tarzini targ'ib etish maqsadida mutaxassislar tomonidan foydali tavsiyalar berildi. Tadbir doirasida xotin-qizlar uchun bepul tibbiy ko'rik ham tashkil etildi. Malakali shifokorlar tomonidan ishtirokchilarning umumiy salomatlik holatini ko'zdan kechirilib, qon bosimi, tana vazni va boshqa muhim ko'rsatkichlar tekshirildi. Xotin-qizlarga sog'lig'ini muntazam nazorat qilib borishi, kasalliklarning oldini olish, reproduktiv salomatlikni mustahkamlash hamda sog'lom turmush tarziga rioya etish yuzasidan tavsiyalar berildi. Seminarda alohida e'tibor qaratilgan jihatlardan biri o'tgan yili ayollar daftari orqali ko'mak olib o'z tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ygan xotin-qizlarning mahsulotlari ko'rgazmasi bo'ldi. Ko'rgazmada tikuvchilik, oziq-ovqat mahsulotlari, hunarmandchilik va boshqa yo'nalishlarda ishlab chiqarilgan mahsulotlar namoyish etildi. Seminar yakunida mutasaddilar tomonidan xotin-qizlarning murojaatlarini o'z vaqtida o'rganish, har bir holatga individual yondashish hamda ularga amaliy yordam ko'rsatish bo'yicha vazifalar belgilab olindi.